Hammaga salom do'stlar. Bugungi videorolikimizda sizlar bilan sarmoyasiz kuniga 100 rubl ishlaydigan programmani ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana shu programmani havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol kommentariyaga o'tib ham kirib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, kirib olasiz, ya'ni Google email pochtangiz orqali kirasiz. Kirib olgandan so'ng hozir sizlarga tanishtirib o'taman. Bu joyda mana bizda 5 ta bo'lim bor. Mana shu bo'limlardan biz hozir qanday qilib sarmoyasiz tarzda, misol uchun kunlik pul ishlashni ko'rsataman. Do'stlar, Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Sizlarga qiziqarli sarmoyasiz videolar chiqarib boraman. Mana kirgan paytimiz do'stlar, mana bu joyda bonus bo'lim bor. Mana shu bonus bo'limiga kirib olib, tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, biz bu joyda misol uchun turli xil monetalar yig'ib boramiz. Bu monetalarni yig'ish uchun bizga mana bunday xo'roz yoki mana bunday o'rdaklar kerak bo'ladi. Bularni misol uchun olish uchun do'stlar, biz birinchi navbatda misol uchun har kunlik kiradigan bo'lsak, mana shularni olamiz. Ya'ni mana shu o'rdak, xo'rozlarni olamiz. Bu bizga misol uchun kunlik, ya'ni soatlik moneta olib keladi. Ya'ni har kuni misol uchun 1 oy davomida kiradigan bo'lsangiz, keyin kuniga misol uchun 100 rubldan sarmoyasi ishlasangiz bo'ladi. 100 rubldan ishlasangiz bo'ladi. Buning uchun kunlik kirib borishingiz kerak bo'ladi. Mana kirgan paytlaringiz misol uchun beriladi. Mana 7 kun kirsangiz sizga mana shu xo'roz beriladi. 30 kun kiradigan bo'lsangiz mana bu o'rdaklar beriladi. Bular nima uchun kerakligini ham hozir video davomida aytib o'taman. Mana bu bo'limga o'tamiz. Qarang, bu bo'limga o'tadigan bo'lsak, mana bu joyda aytib o'tyaptiki, bizga misol uchun mana shu mana kalkulyator ham bor. Hisoblab ko'ramiz hozir. Do'stlar, qarang. Misol uchun bizda mana bunday xo'rozdan misol uchun bitta bo'ladigan bo'lsa, qarang. Bitta bo'ladigan bo'lsa, bu kuniga bizga 6 ta moneta olib keladi. Bu bir oyda misol uchun 180 ta, bir yilda shuncha. Agar mana bunday o'rdakdan misol uchun sizda bitta bo'ladigan bo'lsa, mana qarang, kuniga 66 ta. Agar mana bundan bitta bo'ladigan bo'lsa, qarang, hisoblab ko'rsam, mana 372 ta. Bularni misol uchun levelni kuchaytirib olish uchun do'stlar, biz kunlik kirishimiz kerak bo'ladi. Hozir ko'rsatdim, mana kalkulyatorda ko'rsatdim. Buning uchun mana bularni ham bemalol olsa bo'ladi. Endi bularni misol uchun sarmoyasi qanday olsa bo'ladi? Sarmoyasi olish uchun mana bu, ya'ni bo'limga kiramiz. Mana shu bo'limdan misol uchun qarang, har 50 ta misol uchun monetaga almashtirib olib, mana bunday barabandan sovg'a olsa bo'ladi yoki reklama ham ko'rib olib, misol uchun mana shularni olsangiz bo'ladi. Ya'ni sarmoyasi ish uchun. Endi do'stlar, misol uchun bizda mana bu yig'ilgan monetalarni qanday qilib almashtirsa bo'ladi? Almashtirish uchun do'stlar, bizda mana bu sklad bo'lim bor. Mana shu sklad bo'limiga o'tadigan bo'lsak, misol uchun sizning hisoblaringizdan monetani mana shu bo'limda mana prodat degan tugma chiqadi. Shu tugmani bosib bemalol almashtirib olsangiz bo'ladi. Bularni ham do'stlar misol uchun sotib olsa bo'ladi. Bularni ham bemalol mana men sotib olganman. Mana bundan sizlar ham kirib mana sabrat degan tugmani bosib sotib olasizlar. Do'stlar, kunlik kirish kerak. Kunlik kirib olib, misol uchun bir martaga level darajangizni oshirib olgandan so'ng sizlarga misol uchun keyinchalik sarmoyasiz har doim pul ishlasangiz bo'ladi. Bu joyda yana bitta bo'lim bor. Mana bu bo'lim ham mana bu tuxumni ham sindirib olib do'stlar biz misol uchun ishlasak bo'ladi. Qarang, mana ustiga bosib turib misol uchun ishlaysiz yoki bu yerda kliker ham bor, avtokliker. Mana bosadigan bo'lsangiz, mana bu 20 sekundda reklama ko'radigan bo'lsangiz 100 marta urib beradi. Yoki mana bu joyda ikkita reklama ko'radigan bo'lsangiz ham misol uchun sizlarda o'zi ishlaydi. Yoki mana bu robotni ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Bunda ham video ko'rish kerak, reklama. Shunaqa tartibda ishlaymiz. Do'stlar, endi yig'ilgan monetalarni almashtirib olsa bo'ladi. Buning uchun mana bu bank bo'lim bor. Bank bo'limiga kirasiz. Va mana bu joyda perevod bo'lim bor. Qarang. Payer raqamingizni yozasiz. Mana bu 100 ta moneta 10 rubl pul bo'ladi. 10 rubl pul. Mana perevesi degan tugmani bosib bemalol misol uchun sarmoyasiz tarzda pul ishlasangiz bo'ladi yoki telefon raqamiga ham misol uchun mana chiqarsangiz bo'ladi. Qarang, bu yerda telefon raqamiga ham biz paynet qilsak bo'ladi ekan. Ya'ni qarang, mana Qozog'iston, Rossiya, mana Qirg'iziston hamda O'zbekiston davlatlariga ham misol uchun telefon nomeringizga ham ishlab sarmoyasiz ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni kunlik bir marta kirasiz, bonuslarni kuchaytirib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki mana U-Money kashalogiga ham chiqarsa bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, bemalol uchun kirib olib, sarmoyasiz tarzda ishlab borsangiz bo'ladi. Mana referal bo'limi ham bor. Bu referal bo'limini nusxalab olib, do'stlaringizga ham taklif qilib ishlab borsangiz bo'ladi ekan. Do'stlar, video rolik yoqqan bo'lsa, like hamda kommentariy hamda Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Do'stlar, albatta mana shu programmadan ham sarmoyasiz pul ishlab sizlarga chiqarib ham ko'rsatib o'taman. Barchaga omad.